Vahimlik ovozliq asar Tog'dagi kashmish. Avtori Dilso'z. Oradan qanchalik vaqt o'tgani noma'lum. Har xil chigish xiyollarda ko'zi oron uyquga borgan To'xtiqori sirtdan so'zib anglangan "Hey To'xtiqori!" degan ovoz bilan uning uyqusi qochib sagaklashdi. Uni chaqirgani boshqa birining ovozi bo'lmasdan balki Ro'zaxonning ovozi edi. To'xtiqori gapi bor odam yo baldiroq demay yoki bo'lmasa tong otganda demay odamning ko'zi amdi uyquga borganda to'lib nima qildigandi bu deb ichida sal g'o'dirgandek bo'ldi. Yarim kechida to'lab uyqusini buzg'iniga ozroq ochiq kelgan To'xtiqori chiqmaslik niyatiga kelib o'rnidan qimirlamay yotgan edi. Uni yana chaqirib qoldi. Balki menga ayrim deydigan bir jiddiy gapi bor o'xshaydi deb o'ylagan To'xtiqori bu qitim ortiqcha o'ylamayla chopinini yipinchoqlagan peti ishtikli sirtga chiqdi. Sirtdagi g'uvo qorong'ulikda u o'zidan 5-6 metr neridagi bir gavdani ko'rib sal ajablanib, meni bu yarim kechada ayrim chaqirtib degidek zotin nima gapi bordi deganlarni o'ylagan To'xtiqori "Nemishdi?" dedi. U gavda To'xtiqoriga "Arqamdan mang" degancha bir yoqqa qarab mangdi. Ro'zaxonning bu ishidan hech nimani anqira olmagan To'xtiqori "Nega bormas?" deb so'radi. Biroq uning bu savoli javobsiz qoldi. To'xtiqori amalsiz uningga agishib mengishga majbur bo'ldi. Lekin shuncha mangsimi Ro'zaxonga hech bir yetisholmayotdi. U osta mangsimi yoki ishtik mangsimi uningdan bekmi keyinda qolmayotgan bo'lib, ikkisining orasida bir xil muqim orliq saqlanib turardi. Uning oldidagi Ro'zaxon bu egiz pas yo'lda hech nimaga putlashmagandek, xuddi uchib mangandekli bir xil ritmda ketib borardi. Hatto shuncha yaqin orliqdan uning oyoq ovozimi anglanmayotdi. Endi gamida qolganlarga kelaylik. Baya To'xtiqori sirtqa chiqqanda gamining ishikining yipilgandagi ovozidan Ro'zaxon uyg'onib ketgan edi. U qarab beqib To'xtiqorining o'rnida yo'qligini ko'rib, balki mojidi qistab ketgan bo'lsa, sirtqa chiqib ketgandir deganlarni xiyolidan o'tkazib, o'rnida birdam yetib beqib, tuyuqsizla tunugun kechidagi bo'lingan ishlar yodiga yetishi bilan sayyaklashib, bir ishni tuyg'andek bo'lgan Ro'zaxon darhol o'rnidan qo'pib, jin chiroqni yoqdi va yenik pushuldab uxlayotgan Hoshimoxonni turtib uyg'otdi. "Hey, ko'zingni ocha. Qo'pa, ishtik bo'la. Chapilingni kiy." Toza tatliq uxlayotgan Hoshimoxon Ro'zaxonning jiddiy holda o'zini turtib uyg'otishidan hech nimani tushunmay, uyquliqda ko'zini oran ichib, yenida kiyim kiyayotgan Ro'zaxonni ko'rib, "Bu yarim kechada kiyimni kiyib nega bordi?" deganlarni ittikli xiyoldan o'tkazib, "Nega bormas?" deb so'radi. Baya To'xtiqori sirtqa chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Billa chiqib qarab baqayli. "Ay, bo'lay chaqqan. Kiyimini chaqqan kiygan." dedi Ro'zaxon jiddiy talab pozda. Hoshimoxon yonga burilib qarab, To'xtiqorining rostilla o'rnida yo'qligini ko'rib, umi ishtikli kiyimini kiyishga boshladi. Hozir uning boyiqi uyqusi allaqayoqlarga ketgan bo'lib, umi jiddilashib, butun asyodi To'xtiqorida qolgan bo'lib, uning omon eson bo'lishini umid qiladi. Ikkaylan kiyimini kiyib bo'lib, sirtqa chiqib, g'uvo qorong'ulikda neriroqda birining ketib borganini oran ilg'i qila oldi va To'xtiqori ekanligini jazmlashtirdi. "Hey, To'xtiqori! To'xtiqori!" deb to'lig'inicha shu yoqqa qarab mangdi. Lekin To'xtiqori ularning ovozini anglamaganda ketib borardi. To'xtiqori haqiqatan ularning ovozini anglamagan bo'lib, uning xiyolida faqat oldidagi Ro'zaxonga agishib menishli bor edi. To'xtiqori hozirginicha bora-bora qadamini tezlatishga boshladi. Uningga oldidagi gavda bora-bora pakarlab ketayotgandek tuyulmoqda edi. Endi tog'ning keyindan asta-asta oyning ko'tarilib chiqishi bilan atrofdagi qorong'uchilikmi yo'qab, boyqiga qaraganda bora-bora yo'rishga boshladi. To'xtiqori endi oldidagi pakarlab ketayotgan gavdiga sinchilab qarashga boshladi. Oldidagisi bir oppoq narsa bo'lib, qaramoqqa hech bir Ro'zaxonga o'xshamayotdi. To'xtiqorining ko'ngli bir xil shumliqni to'yib, vahima iskanjida
mengishdan to'xtab qoldi. To'xtiqori shu topda o narsaga agishib bu yerga kelganiga qattiq pushaymon qilmoqda edi. Qanday qilishini bilmay turgan shu asnoda tuyuqsizla o narsami mengishdan to'xtab asta keyniga o'rildi. Atrof boyiqidan xelil yo'rib qolgan bo'lg'ashqimi To'xtiqori o narsani amdi aniq ko'rdi. Ko'rdi-yu, badanidan sho'rida bir xil sovuq iqim o'tgandek bo'lib, qo'qqanidan yuragi qipidan chiqib ketayli dedi. To'xtiqorining o'ylig'inidek, u asli Ro'zaxon bo'lmasdan balki odatdagidan xelil yug'on bir o'shki bo'lib, uzun soqollari yerga so'rilib turadi. Ko'zlari suz ko'k rangda bo'lib, ashu mudhish ko'zlari bilan To'xtiqoriga maqtak tikilib turadi. Tuyuqsizla o o'shga xiqroq ovoz bilan To'xtiqoriga "Ma'man sen!" deginicha yana kayniga o'rildi. To'xtiqorining boyiq qo'rqinchi hamda hassilab eshib, butun nervlari tormozlanib qolgandek bo'lib, put-qo'llari titrab, xuddi birsi tutib olgandek joyidan qimirlay olmadi. Hoshimoxon bilan Ro'zaxon xeli tez mangan bo'lsa-mu, To'xtiqoriga yetisholmagan bo'lib, birdam agishib mangandan keyin To'xtiqori o'rnida to'xtadi. Ikkalan o tarafga qarab ozroq minutla To'xtiqorining oldida oppoq bir narsaning borligini ko'rdi. Ro'zaxon tez qadamlar bilan ketayotgan Hoshimoxonga oldirma degan ma'noda sharatlab o'tgandan keyin oytal kursini o'qig'ach, ikkalan asta To'xtiqoriga yiqilishga boshladi. To'xtiqori bilan bo'lgan orliqi taxminan 20 metr chiqolganda To'xtiqorining oldidagi hiliqi oppoq narsa tuyuqsiz lappida o't elib, potpol cho'nliqida bir o't yolqiniga aylandi-da, To'xtiqorining atrofini birni aylanib yo'qab ketdi. To'xtiqori bo'lsa, shu on bayni suvodan terakdak orqaga gupli qilib yiqilib tushdi. Ko'z oldida yuz bergan bu ishlarni ko'rgan Hoshimoxon qo'qqinida endi mengishdan to'xtab qoldi. Ro'zaxonni "Bular tez!" deginicha oldiga o'tib ketishi bilan To'xtiqori sal demini elib etib, tashvish ichida asta To'xtiqorining yeniga bordi. To'xtiqori bu vaqtda allaqachon hushidan ketgan bo'lib, ikkalan qo'lidan keldigan barcha amalni qilib, u hushiga kelmaganlikdan amalsiz ko'tarib, gamiga elib ketishga majbur bo'ldi. Ikkalan To'xtiqorini navbatlashib, biri horsi biri ko'tarib degandek, oran gamiga qaytib keldi. Ro'zaxon uni sup ustiga yotqizgandan keyin uning yiniga kelib, tizlanib o'ltirib, ba'zi bir oyatlarni o'qishga boshladi. Ro'zaxon birdam o'qigan edi, To'xtiqori tuyuqsiz ko'zni lappida ichib, o'rnidan turibla Ro'zaxonni birli itirib orqaga yiqitib o'tdi. Ham xuddi bu ishidan faxrlangandek, o'z ichida qoqoqlab kulib keyin to'xtab, "O oltin mening!" debla ikkisiga nihoyat sovuq holatda tikilib o'ltirdi. Ro'zaxon bilan Hoshimoxon To'xtiqorining qilgan qiliqlariga ham hozirgi turqiga qarab mangdab turib qoldi. Ular damallikqa nima qilishni bilmadi. To'xtiqori turib qoqoqlab kulsa, yana turibla o'zicha ularga qarab qo'llarini uyon-buyon pulanishtirib, tushuniksiz bir nimalarni deb ketadi. Ham tuyuqsizlik gapidan to'xtab, ularga qarab sat ho'mayg'inicha o'ltirib ketadi. To'xtiqorining hozirgi holatini ko'rgan ikkalan gapmi qilishmasdan, tashvish ham andishi ichida uningdan neri o'ltirib, uning har bir harakatiga diqqat qilib qarab o'ltirsimi, biroq hech qaysisi uning yiniga berishni xohlamaydi. Hoshimoxon shu topda To'xtiqorining mushundoq bo'lib qelishi yiliqi oltinning sababidan deb o'ylasimi, biroq To'xtiqorining nima uchun mushundoq bo'lib qelyotganini tushunolmayotdi. Ham yana bir tarafdan To'xtiqorining gapiga kirib, u joyga borganiga pushaymon qilmoqda edi. Lekin bu ishlar Ro'zaxonning ko'ngliga oydin bo'lib, u To'xtiqoriga jinchoplashib olganini allburun his qilib yetgan edi. To'xtiqori faqat tangsizlashga ozli qolganda jimib uxlab qoldi. Ro'zaxon bilan Hoshimoxon ikkalan kechacha tuzuk uxlayolmagan bo'lg'ashqa, uyqusizlikdan ko'zlari qizirib ketgan edi. Hoshimoxon birdan bo'lsa ko'zni yumib olmoqchi bo'lib, ko'rpisining ustiga amdi qing'iyishiga Ro'zaxon uning ko'ynikining peshidan tortib, begiz barmoqini burniga yaqin akilib, "Shh" degunicha uni sirtga olib chiqdi. Hoshimoxon uning nima demoqchi bo'lganiga qiziqib, og'ziga qarab turdi.
Rozaxun aldırmay tamakidin birini yugab, küchab bir nechini sho'rivatgandan keyin Sen mahallaga berib kelgan. dedi to'mtoqli qilib. Nimishqa? Biroz sababi bormi? Dedi Hoshimaxun. U Rozaxunning bundoq deyishini o'ylabmi boqmagan edi. Shundoq. Sababi yo'qish bo'lmaydi. Qaraganda to'xtiqariga birajin qasd qilayotgan o'xshaydi. Men asli tunnigun kechila sal gumon qilgan. Biroq u hech qanday ish yo'q degashga toza erinishmabdikanman. Menimcha u o'zining qanday xatolik o'tkazib qo'yganligini bilmagan bo'lishi mumkin. Yoki bilsa-mu menga deyishni xohlamayotgan bo'lishi mumkin. Biroq hozirgi birinchi masala yanada to'xtiqarining baldiroq asliga kelishi. Shunga sen darhol mahallaga tushib, atikashlikka nadan bo'lmasin bir amal qilib, Gayt mollamni etkagan. Bag'anda uning cho'qim bo'lgan ahvolning hammasini aniq qilib aytgan. dedi Rozaxun. Rozaxunning og'zidan jin degan so'z chiqishi bilan to'xtiqarining teni bir xil shurkinib ketdi. U amdi ilgirki ishlarni yo'shirib yurishning o'zlariga foydasiz ekanligini his qildi. To'xtiqarining bundoq bo'lib qilishida mening mas'uliyatim bor. Men asli dastlabda uning talabiga qo'shilib, u yerga bormasam bo'pti-ekan. Hoshimaxun shundoq deginicha ilgari bo'lib o'tgan ishlarni Rozaxunga yipidan yengnisigacha to'liq deb berdi. Hoshimaxunning so'zlarini anglagan Rozaxunning misrang chiroyi texmi qardab, jiddiylashib, uningga buyruq qildi. Nima? Bu ishlarni nemishqa men vaqtida demaysan? Hey, bo'lgan ish bo'ldi. Endi har qancha so'ziga bilan o'rniga kelib qolmaydi. Shunga sen hozirla yo'lga chiq. Mahallaga baldiroq bormasang bo'lmaydi. Bular chaqqan. Narsani chaqqan yog'ishtir. Rozaxun shundoq deginicha gami ishchiga qarab mangdi. Biroq men kelsam o'zingiz alg'os mollarga yetishib bo'la olasizmi? dedi Hoshimaxun Rozaxunga aygashgash. Rozaxun: sen uningdan ansirma. Mollarni yiroqqa haydamay, yaqin atrofda boqsam yetishib ketalayman. Ikkaylan mahallaga ep tushib ketishga tegishli narsalarni bir-bir joylashtirgandan keyin Hoshimaxun ozroq choy ichibla Rozaxun bilan xo'shlashib, ikki eshakni yetliginicha saharda mahallaga qarab yo'lga chiqdi. Bu vaqtda tongmi xeli yo'rib qolgan edi. U bir oz mengib, yiliqi qarg'ayliqi yiqinlashgan siri atrof shuncha yo'riq tursimu nemishqikan, uni bir xil surbesib, badini bilinar-bilinmas yenik titrashga boshladi. Amdilikda Hoshimaxun qarg'ayg'imi yiqilishib qolgan bo'lib, sapsilib qarab, u qarg'ayning boshqa qarg'ayga qarg'anda egiz ham noiti baroqsan o'sganligini his qildi. Hoshimaxun mang'ash nemidir bir narsadan qo'rqayotgandek pat-pat uyan bu yonga qarab qo'yatdi. Hoshimaxun tashvish ichida yiliqi qarg'ayliqdan oxiri chiqib bo'ldi. Uning ko'ngli hamda o'rniga tushgan bo'lib, boyiqi tashvishlari alla qayoqlarga yo'q edi. U shu mang'inicha qo'rsaqlarining ichib ketganiga chidab, hech yerda to'xtamay mengib, kashqurun namozsham vaqti bilan Maryamxonning uyiga oron yetib keldi. Maryamxon uning buncha tez qaytib kelganini ko'rib, dastlabda hayron qoldi. Ham ko'nglida har xil gumonlarni qilib boqdi. To'xtiqori Maryamxonga tog'da bo'lingan ishlarni to'liq aytib bergandan keyin uning bu qitim nemishqa kelganligini tushundi. Ham orqa-orqadan kelgan bu kelishmasliklarga ichi ochiq bo'ldi. Maryamxon bilan To'xtiqori ikkaylan tamoqdan keyin birlikda Gayit mollamning uyiga chiqqanida taliga yarasha Gayit mollamning uyida bor edi. Gayit mollam bilan Rozaxunlarning uyining orliqi 100 metrmi kelmaydigan bo'lib, ikkaylanning uyining orliqida faqat birla uy bor edi. Rozaxun burundan tortib Gayit mollamning uyidagi bir necha to'yaq qo'yini yoz vaqtlari o'zining mollariga qo'shib taqqa opirib beqib beradi. Gayit mollamning ballari bo'lsa, Rozaxun mollarni taqqa haydab ketganda Maryamxonga yordamlashib, itiz eriqning ishlarini qilishib beradi. Shundoq bo'lg'ashqimi, ikkaylarning munosabati burun tili nihoyat yaxshi edi. Ular bo'lgan ahvolni Gayit mollamga tafsili etib, o'zlariga yordam qilishni o'tindi. Gayit mollam oq ko'ngil, bag'ri yumshoq odam bo'lg'ashqa, ularning talbiga ancha tortishmayli qo'shildi. Ham ularga at yo'lga chiqqicha cho'qim bir tal qizil xo'roz tayyorlab qo'yishni askartib qo'ydi. Ular Gayit mollam bilan atsi saharda ko'rishmoqchi bo'lib, xo'shlashib yenib chiqqandan keyin Maryamxon bilan Hoshimaxun ikkilisi
o'zlarining uyiga kirib ketishdi. Endi tog'dagi ishlarga kelsak, tong etib to'xtiqori uyg'ongandan keyinmi, ya'ni hech nima yemay, xuddi haykaldek bir nuqtaga qaragan peti o'ltirardi. Ro'zaxon uningga gap qilsimi, hech qanday javob qaytaray demaydi. Ro'zaxon uningga yaqinlashqidek bo'lsa, xuddi bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan odamdek bulonga berib oladi. Bundaq ahvolda qanday qilishni bilmagan Ro'zaxon amalsiz o'zi mollarini chiqarib, yiroqqa aparmay, gamining atrofida boqdi. Bundaq bo'lganda pat-pat gamiga kirib, To'xtiqorining ahvolini ko'zitib turg'ili bo'ladi. Ham kechda mollarni joylashtirishga oson bo'ladi. Shuncha mollarga o'zi yolg'iz qaragan Ro'zaxon mollarning keyindan uyon-buyon chepib, bugun xelili hardi. Lekin Ro'zaxon shundoq bo'lishiga qaramay, mollarni boshqa kundagidan sal kashrak so'ladi. U ishlarini tugatib gamiga kirganda To'xtiqori yana shu holatda edi. Biroq sal yaxshi yeri Ro'zaxon tushda To'xtiqori qo'sqi ichib, yeb qolsa ajab emas deb To'xtiqorining yiniga qo'yib qo'ygan bir nonni yeb tugatgan edi. Kunda kechligi mollarni joylashtirib bo'lib, tomoq etib yeb ko'nib qolgan Ro'zaxonga bugun herib qolganlikdanmi qandoq tomoq etishmi qo'shaqmay, sovuq suvga bir nonning yerimini chilab yeb bo'lgandan keyin To'xtiqoriga qarab afsuslanganicha supa ustiga tashlandi. U tunigun tuzuk uxlayolmag'achqimi aytavur, yetibli uzoq qolmay uyquga ketdi. Biroq uzoq o'tmayla To'xtiqorining olatog'il to'lashlardan uyg'onib ketib, uningga qarab hayron qoldi. Chunki atiganning yoqi hech bir gapmi qilmagan To'xtiqori kashkirib qorong'u tushishi bilan yana oqshomqiga o'xshashla ba'zida qoqoqlab kelsa, ba'zida tushuniksiz bir nimalarni deb ketadi. Yana ba'zida Ro'zaxonga sat alpozda qarg'inicha uzundan uzunga o'ltirib ketadi. Ahvol bundoq tursa, Ro'zaxon andisha ichida uxlay olsin. Shu holatda oradan olahazal 2-3 soat o'tdi bo'lg'ay, bir vaqtda itlarning qovug'an ovozi va qo'ylarning bir narsadan o'rkigandek qalaymaqon mangan ovozi anglanib, orqadan gamining eg'izidan gami ichiga so'z bir nur tushdi.